Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun e'tiborlaringga proktologiyada noodatiy kasalliklardan biri bo'lgan kasallik haqida tushuncha bermoqchiman. Bu kasallik haqida juda ko'p kommentariyalarda bemorlarimiz shaxsan o'zimizga murojaat qilib keladi. Kasallik haqida to'g'ri tushuncha yo'q. Kasallik bilan kasallangan bemorlar kimga murojaat qilishini ham bilmay qolishadi. Bu kasallikning oti orqa anal qichishishi yoki orqa peshob qichishishi desak ham bo'ladi. Tibbiyot tilida aytganda bu kasallikning oti demak Pruritus ani deb ataladi. Demak, analniy qichishish deylik, hammaga tushunarli bo'ladi. Analniy qichishish o'zi nima? Bu kasallikmi yoki qaysi kasallikning belgisimi? Shu haqda demak umumiy tushunchalar beramiz va aynan balki sizda shu kasallik bo'layotgan bo'lsa yoki tanishingizda shu kasallik bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemor kimga murojaat qilish kerakligi, qaysi mutaxassis buni davolash kerakligi, kasallikning qanaqa turlari bor, davolamasa nima bo'ladi va uni davolash turlari haqida demak imkon qadar ilmimiz bo'lgan qadar sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Pruritus ani yoki oddiy tilda aytganda demak orqa anal qichishishi yoki orqa peshob qichishishi deylik. Bu nazologik kasallik hisoblanadi. Nima degani bu nazologik kasallik? Nazologik birlik hisoblanadi. Ya'ni oddiy tushuntiraman. Masalan, gemoroy kasalligi bor. Bizda tibbiyotda butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan demak MKB bo'yicha kasalliklar tavsiflanadi. Sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, ma'lum bir kasallik bor, agar u MKB ga kirgan bo'lsa, MKB 10 bo'yicha tavsiflangan bo'lsa, demak bu shu kasallik bor, bu kasallik bo'yicha protokollar bor, bu kasallik bo'yicha bemorlar davolanadi, bu kasallik bo'yicha bemorlar demak statsionar sharoitda lechina olinadi. Umuman olganda bu kasallik mavjudligi tan olingan. Xuddi shunday analniy qichishish ham alohida nazologik birlik sifatida MKB 10 klassifikatsiyasiga kiritilgan. Analniy qichishishni ikki xil formasi bo'ladi. Birinchi formasi bu birlamchi deyiladi yoki idiopatik yoki neyrogenniy formasi deyiladi. Ikkinchi formasi, ya'ni ikkilamchi formasi deyiladi. Bu ikkilamchi formasi boshqa qo'shimcha kasalliklar hisobida hosil bo'ladi. Kechishga qarab turib yana ikki xil formaga ajratish mumkin. Bu suxoy forma, ya'ni quruq formasi. Ikkinchisi demak vlajniy forma, ya'niki hul formasi desak ham bo'ladi. Buni ham suxoy yoki hul formaga ajratish keyinchalik kasallikni davolash uchun to'g'ri yo'nalish olish uchun bizga kerak bo'ladigan ma'lumot beradi. Demak, turlariga o'tadigan bo'lsak, kasallikning birlamchi formasida nima bo'ladi? Birlamchi formasi yoki idiopatik forma deyiladi. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sababi aniq emas. Bemorda orqa qichishish kuzatiladi. Bemorda doimiy ravishda bezovtalik bor. Bemor qanaqadir jamoat joyiga borganda yoki avtobusda yoki qanaqadir odamlar bilan birga bo'lganda shunaqa darajada qichish keladiki, beixtiyor qo'l orqaga o'tib ketib qoladi. Beixtiyor. Shu darajada agar shu momentda qichishmasa, ya'ni qashimasa o'sha orqani qo'pol qilib aytganda bemorga taskinlik bera olmaydi. Buning natijasida bemor ba'zan uyatli holatlarga qolishi mumkin, jamoatga qo'shila olmay qoladi, odamlar orasiga demak qo'shila olmay qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni bu birlamchi formasi, idiopatik formasi, buni keltirib chiqaruvchi sabab aniq emas. Yo'q, kasallik qidirasiz, topa olmaysiz. Tekshiruvlar qilasiz, kasallik qidirasiz, qanaqadir instrumentalniy yoki laboratorniy analizlar o'tkazasiz, sabab kelib chiqmaydi. Katta ehtimolligi bilan odatda gigiyenaga to'g'ri amal qilmaslik, kiyayotgan kiyimlarida demak sifatsiz narsalarni kiyish yoki qabul qilayotgan, yeyotgan oziq-ovqatlarida to'g'ri hayot sifatiga mos kelmaydigan oziq-ovqatlarni ko'p iste'mol qilish. Masalan, achchiq, spirtnoy, gazli, kofeinli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish bu demak birlamchi idiopatik analniy zudni chaqiradi. Ikkilamchi turi bor va ko'p uchraydigan turi bu ikkilamchi turi. Ikkilamchi turida o'zi nomi bilan ikkilamchi, ya'ni kasallikni qaysidir kasallik hisobiga paydo bo'lib qoladi. Yana tushuntiraman, ikkilamchi analniy zud qaysidir kasallikning belgisi. Bu mustaqil kasallik emas. Nima kasalliklar kirishi mumkin ikkilamchi turiga? Ikkilamchi turiga birinchi navbatda proktologik kasalliklar. Deylik, gemoroy, treshina va yoriq masalan. Parapraktitlar, oqmalar yoki svishlar deyishimiz mumkin. Kandilomalar, kriptitlar, ichak yallig'lanish kasalliklari, masalan kroniyak, shunga o'xshagan kasalliklar. Aynan shu kasalliklar yoki masalan epitelniy ko'pchik kod degan kasalligimiz bor, epitelniy kistalar va yana bir qator proktologik kasalliklar hisobiga demak ikkilamchi analniy zud yoki orqa qichishishi vujudga keladi. Bunda endi har birini tasniflab o'tadigan bo'lsak, albatta keltirib chiqaruvchi sababiga bog'liq bo'ladi. Deylik, oddiy misol, masalan, tirishnani qichishga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Yoki gemoroyda masalan nima aloqa, yoki kandiloma masalan. Deylik, masalan, tirishna haqida gaplashamiz. Tirishnaning qichishga nima aloqasi bor?
Gemoroid ham qichishga nima aloqasi? Bir-biriga o'xshash funksiyalari. Orqada trishina paydo bo'ldi. Yorilishi yoki gemoroid chiqib qoldi. Orqa doimiy ravishda qisilgan bo'lib turadi. Doimiy ravishda qisilgan bo'lib turadi. Sog'lom odam hech qachon orqasi qo'pol qilib aytgan axlat bo'lib yurmaydi. O'zini ushlab oladi, gaz kelsa ham ushlab tura oladi. Chunki unda qisib turuvchi mushaklar bor, sfinkterlar bor. Endi bu yerdan gemoroid rivojlangan bo'lsa, bu qisilib turgan germetik zona gemoroid rivojlangani uchun ma'lum bir miqdorda germetik buziladi. Diling ninani uchida bo'lsa ham germetiklik buziladi. Endi odam doim tikka, vertikal harakatda bo'ladi, to'g'rimi? Axlat pastga qarab, ichaklardan pastga qarab keldi, sigmosimon ichakdan o'tdi, oxirgi to'g'ri ichakning ampullarining chastida yig'iladi. O'sha yig'ilgan vaqtda axlatning suyuq qismi, qattiq qismi chiqa olmaydi. Endi bu yerda sfinkter bor, mushaklar bor. Axlatning suyuq qismi va gemoroid borligi hisobiga to'liq germetik yopilmaganligi uchun bu yerdan sizib tashqariga chiqishni boshlaydi. Kam miqdorda bo'lsa ham. Axlat aynan teri uchun juda qichituvchi faktor hisoblanadi, zararlovchi faktor hisoblanadi. Shuning uchun axlat chiqishni boshlagandan keyin kam miqdorda bo'lsa ham suyuq axlat chiqishi hisobiga bemorda kuchli qishish bo'ladi. Analniy yorug'da ham shu, masalan, yorug' bor, germetik emas, bu yerda qaysidir qo'pol qilib aytganda trishina ketgan. O'sha trishina bo'lgan joydan, yorug' bo'lgan joydan axlatning kam suyuq qismlari tashqariga chiqadi, natijada terini zararjina qiladi, qichitadi, vaspalina chaqiradi, bemorda diskomfort holatlarini yuzaga keltiradi. Bu demak ikkilamchi formasi. Ya'ni qaysidir kasallikning asorati sifatida vujudga keldi. Tushunarli. Masalan, gripp bo'lsak yutalamiz. Yutalish bu tekshiruvlar natijasida aniq bo'ladiki, demak grippni yutqizganmiz va grippni belgisi yutalish simptomi. Qichish ham mana shu tepada sanab o'tgan profilaktik kasalliklarning bir belgisi hisoblanadi. Bu birinchi. Bundan tashqari ko'p uchrab turadigan yana kasalliklari bu dermatologik kasalliklar, dermatologik yoki kojvin kasallik yoki teri tanosil kasalliklar desak ham bo'ladi. Bularda nima? Psoriazlar masalan, dermatitlar, ekzemalar va shunga o'xshab bir qator teri kasalliklar ham qichish chaqiradi. Va yoshga qarab, masalan, yosh bolalarda ko'proq qichish chaqiradi, parazitlar bo'lishi mumkin. Masalan, astritsalar, askaridalar, liamlar, shunga o'xshagan qurtlar natijasi bemorda, yosh bolalarda qichish chaqiradi. Ba'zan kattalarda ham uchrab turadi bu narsa. Bundan tashqari infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin. Masalan, har xil jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar bo'lishi mumkin yoki zamburug'lar bo'lishi mumkin. Ayniqsa ko'p uchrab turadi bu zamburug' ham. Bu ham demak, o'sha zamburug'lar ma'lumot uchun aytib o'taman, zamburug'lar yopiq zonalarda, havo yaxshi aylanmaydigan zonalarda ko'payishni yaxshi ko'radi. Yana bir sabablardan biri bemorlarni haddan ziyod antibiotiklarni, umuman dorilarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish. Ba'zi bir turdagi dori vositalar ham bemorlarga shunaqa analniy sohada qichishlarni chaqirib qo'yishi mumkin. Yoki allergik kasalliklar, bemorning nimagadir allergiyasi bor. Masalan, oziq-ovqatga deylik, dori-ukolga deylik, changga, havoga, sezonniy allergiya bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda ham allergik reaksiya sifatida analniy sohada qichish paydo bo'lishi mumkin. Yoki oziq-ovqatlarda boya tepada aytib o'tgandek, achchiq narsalarni, gazli narsalarni, kafeinli, o'ta shirin narsalarni, spirtnoylarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish ham bu analniy sohada qichish chaqirib qo'yadi. Va yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tishimiz kerak. Sahrli diabeti bor, ya'ni qandli diabeti bor bemorlarda ham birinchi belgilardan biri o'sha analniy sohada qishish paydo bo'ladi. Ba'zan bemorda anamnez yiqqan, anamnez degani bemorning o'sha hayot tarzi, kasallikni tarixini yig'ishni boshlagan paytimiz, nima bo'ldi, qaysi kasallik bilan bog'layapsiz, qachondan shunaqa deb anamnez yig'ish davomida bemorda saxringiz bormi deb savol beriladi immunni. Bemor aytadi, "Yo'q, menda saxir yo'q." Lekin hamma tekshiruvlar qilyapmiz, saxirga podozreniya yo'q, lekin saxirning sekretiv formalarida, yashirin formalarida, demak o'sha glukoza bilan nagurska berib tekshirib ko'rganda ba'zan saxirning sekretiv formalari aniqlanib qolinadi. Bu ham o'sha demak analniy zud yoki analniy qichish chaqirib qo'yadi. Yana bir bundan tashqari gormonalniy o'zgarish, masalan, buqoq bezlar bilan bog'liq bo'lgan patologiyalardan ham ba'zan bemorlarda qichish chaqiradi. Yoki oddiy o'sha kiyimni to'g'ri tanlamaslik. Kiyimni masalan paxtali bo'lmagan sintetik kiyimlar, allergenli kiyimlarni kiyib yurish yoki tor ich kiyimlarni kiyib yurish ham bu ham demak birlamchi yoki ikkilamchi analniy zud chaqirib qo'yishi mumkin. Semiz bemorlar, haddan tashqari semiz bemorlar ham ishqalanish hisobiga demak kontaktli dermatitlar bo'ladi va unda ham analniy zud vujudga kelib qoladi ba'zida. Juda ko'pchiligimiz e'tibor bermaydigan masala bor. Bu o'sha har kunlik yoki kunora bo'lsa ham ishimiz tushib turadigan o'sha tualet qog'ozlari, tualetning bo'lmaganlar yoki salfetkalar deylik, yoki qanaqadir vlajniy salfetkalar masalanda, o'sha narsalarda ham foydalanishda e'tibor bermaslik. Ba'zan arzon mahsulotga uchib turib, endi men misol uchun qimmat arzon narsani reklama qilmoqchi emasman, umuman sifat darajasida aytmoqchiman. O'sha arzon mahsulotlarda masalan deylik oddiy tualetning bo'lmagan. Buni arzondan olib ishlatadigan bo'lsak,
u o'zi qanaqa yasalyapti? Tualetning bo'lmaga ko'chada, kuyda, qayerdadir, misol uchun kimlardir qog'oz yig'ib olib kelib beryapti, makulaturadan, ko'chadan olyapti, boshqa qilyapti. O'zlaringiz ham bilasiz, masalan, ko'chada yig'ib olib kelinadi, u ma'lum bir sexga boriladi. Arzon mahsulot bo'lgani uchun u qayta ishlash jarayonida uni qanaqadir dezinfeksiyalovchi, uni infeksiyalariga qarshi maxsus dori ishlovlar berilmasligi mumkin. O'sha hisobiga u qog'oz qayerda yotdi, qayerdan keldi, u qachondir qaysidir bemorni ishlatganmi masalan demoqchiman. O'shaning natijasida agar tarkibida qolgan bo'ladigan bo'lsa, bemor demak kontakt bo'lgan vaqtda, analni zonani tozalayotgan vaqtda zamburug'li kasalliklar, infeksion kasallikni yuqtirib qo'yishi mumkin. Bu ehtimollik kam, lekin ba'zan bo'ladi. Yuqtirmagan taqdirda ham agar arzon mahsulot bilasiz qattiq bo'ladi, qattiq qog'oz o'sha orqa sohani demak tozalayotgan vaqtda zararjina qiladi, terini butunligiga demak shikast yetkazadi. Natijada unga demak zamburug'li kasalliklar yoki shunga o'xshaydigan vaspalionniy holatlar, ya'ni yog'lanish kasalliklar qo'shilib ketishi mumkin. Bu ham demak keyinchalik anal zudga olib kelishi mumkin. Va endi uni kasallikni asosiy davolashga keladigan bo'lsak, endi bir narsani aytib o'tishimiz kerak o'rtoqlar. Masalan, bizga telefon qilishadi, kommentariy yozishadi, Telegramda yozishadi. O'rtoq doktor, menda anal zud bor, nima qilsam bo'ladi? Bilasizmi, bu savol qanaqa savol? Qop-qora xonada qop-qora tosh bor. Qop-qora toshni qayergadir qop-qora ruchkada bir yozuv yozilgan. Shu toshni qayerda yozilgan doktor degan savol bilan bir xil. Doktor, menda anal zud bor, nima qilsam bo'ladi? Bilmayman nima qilsa bo'ladi. Ko'rish kerak. Men hozir tepada shuncha narsani sanab o'tdim. Birlamchi turimi sizda, ikkilamchi turimi? Birlamchi tur bo'ladigan bo'lsa, yo'nalish boshqacha. Ikkilamchi tur bo'ladigan bo'lsa, demak qaysi kasallikdan natijasi vujudga kelyapti? Sizda proktologik muammo bormi? Sizda dermatologik muammomi, ya'ni teri tanosuliga oid? Sizda allergik holat bo'lyaptimi? Sizda qanaqadir yoki oddiy kiyimingizda bog'liq muammo ketyaptimi? Yoki bo'lmaydigan bo'lsa, sizda qanaqadir gijjalar, parazitlar yoki qaysidir infeksion kasallik yuqtirib oldingizmi? Bular bir dunyo narsa. Bularning hammasini bemor kelgandan keyin analiz qilib, tekshiruv qilib, nimagadir shubha bo'ladi, o'shanga tekshiruv qilish natijasida kasallik aniqlanadi. Kasallik aniqlangandan keyin o'sha kasallikni davolaganimizdan keyin analni qishish o'zini yo'qoladi. Ya'ni bir daraxtni quritmoqchi bo'lsangiz, uni shoxlarini qirqib yurganingizdan foydasi yo'q. Uni ildizini urish kerak, to'g'rimi? Demak, o'sha analni zudga keltirib chiqqan, masalan, gemoroy bo'lgan bo'lsa, va tushuntirdim, gemoroy natijasi qanaqa analni zud vujudga kelyapti. Gemoroy davolanadi, operatsiya qilinadi, boshqa qilinadi, orqa germetik tiklanadi, bo'ldi. Qayta bunda demak, axlatning suyuq qismi chiqmaydi va natijada analni zud o'zini yo'qoladi. Xuddi mana shunaqa. O'shaning uchun o'rtoqlar, masalan, sizda ham shu ertaga videoni ko'rib, doktorga yozishim kerak, balki menda anal zud bo'lyapti degan fikr paydo bo'lsa, albatta tekshiruvga kelib o'tishingiz kerak. Men masalan bemorlarimga keling, ko'raylik, tekshiruv qilaylik, tekshiruv natijasida aniq bo'ladi desam, kimlargadir erish tuyuladi, kimlargadir yoqmaydi. Go'yoki kasallarni o'zimizga chaqirayotgandek. O'rtoqlar, men hech bir videomda, hech bir ko'rsatuvimizda keling bizga davolaning, biz sizni demak najotkoriz, biz o'sha sizni qutqaruvchisiz degan joyim yo'q. Har doim aytaman, proktologga ko'rining. Proktolog bo'lmasa, tanishingiz bo'lmasa yoki kimga borishni aytgan bo'lsangiz, marhamat keling deyiladi. Bu shunaqa. Sizda ham ya'ni o'sha muammo bo'layotgan bo'lsa, proktologga ko'rining avvalo. Agar proktolog topa olmasangiz, dermatologga ko'rining. Ko'pincha dermatologik muammo bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita mutaxassis o'rtasida aylanib, kerakli yechim topa olishingiz mumkin. Demak, tushunarli, ikkilamchilikni davolashda demak bir o'sha keltirib chiqaruvchi sababini yo'qotish bilan bo'ladi. Birlamchi formasi qanaqa yo'qotiladi? Ya'ni idiopatik formasi bu neyrogennik formasi sabab yo'q, kasallik qidiryapmiz, topolmayapmiz. Unda nima qilinadi? Unda bemorga mahalliy ta'sir qiluvchi, demak, gormon tabiatli dorilar berib boriladi. Yoki vannichkalar buyuriladi, yoki o'sha kiyimlarni almashtirish tavsiya qilinadi, yoki yeyotgan oziq-ovqat o'zgartiriladi, gigienaga amal qilish tushuntiriladi, qanaqa qilib orqani tozalash kerakligi tushuntiriladi. Agar shunda ham bemor o'zgarish sezilmaydigan bo'lsa, ya'ni bemor yana shu holatda analni zuddan qiynalayotgan bo'lsa, unda demak analni soha atrofiga metilin ko'ka yordamida blokada qilinadi. Bu blokada natijasida shu analni sohada joylashgan nerv oxirlarini karax qilinadi, qo'pol qilib aytganda karax qilinadi va natijada shu bilan kasallikdan chiqib ketish ehtimolligi bor. Bu ham %100 kafolatlanmagan, lekin o'sha muchitilni qiynab yuboradigan analni zud bo'ladigan bo'lsa, shundan boshqa yo'limiz yo'q. Yana bir davolash usuli idiopatik usulda lazer bilan demak vaporizatsiya, terini ta'sirchanligini o'ldirish qilinadi. Bu ham oxirgi paytlarda juda urfga chiqyapti. Balki bu usul ham sinab ko'rish mumkindir kasalga. Endi agar birinchi blokada qilinadi, ta'sir qilmasa, keyin lazer yordamida balki yordam qilish mumkindir. Ba'zi hollarda bemorlarda operatsiyadan keyin ham analni zud vujudga kelib qoladi. Masalan, gemoroid trishina yoki shunga o'xshagan svej operatsiyadan keyin bemorlar aytadi, doktor orqada qichishish paydo bo'lib qoldi deydi. Ha, tabiiy.
operatsiyadan keyingi davrda bemorlarda ma'lum bir muddat qichishish paydo bo'lib turadi. Sababi bu qichish qo'pol qo'yayotganda yaralarni bitayotganligini bir belgisi. Yaralar yopilayotgan bo'lsa, nervlar o'sishni boshlaydi. Natijada ba'zi bir adabiyotlarda og'riq sezuvchi retseptorlar bilan qichish sezuvchi retseptorlar bitta deyiladi. Retseptor degani o'sha ma'lumot olib beruvchi nerv oxirlari. Balki agar shu ma'lumotga ishongan bo'lsak, bemorda og'riq miyada transformatsiya bo'lib qichish sifatida paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi bu operatsiyadan keyingi jarayonlarda bu tabiiy va vaqtinchalik o'tib ketadi. Undan tashqari juda haddan ziyod asabiylashish, nervli bo'lish, miyani zo'riqtirish, depressiv holatlar yoki agressiv qanaqadir psixomotorniy o'zgarishlar bor bemorlarda ham analiz sohada qichishlar paydo bo'ladi. Bu ham demak o'sha nevrologik muammolarni hal qilish natijasida kasallikdan qutulish mumkin. Umuman olganda ko'rib turibsizlar, kasallik shunaqa bir o'zgacha tabiatli sabablari keltirib chiqaruvchi davolash usullari ham o'zgacha hisoblanadi. Ya'ni bitta analiz bor, unda davolaydigan bitta lechina bor, bo'ldi, muammo shu bilan hal emas. Bitta analiz bor, uni keltirib chiqaruvchi minglab sabablari bor. Qaysi sababligini topib olishimiz kerak, xuddi uni somonning orasidan nina qidirgandek va o'sha keltirib chiqaruvchi sababga qarshi kurashishimiz kerak. Agar keltirib chiqarish sabab bo'lmasa, idepayt turib bo'ladigan bo'lsa, unga boshqacha lechina qilinadi. Mana shunday qilib kasallikdan qutuladi. Yana bir narsa analiz ya'ni orqa qichishni davolash, bu agar birlamchi turib bo'ladigan bo'lsa, juda qiyin. Juda qiyin, ya'ni uzoq vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bemorlardan sabrli bo'lish talab qilinadi va eng avvalo mutaxassisga borib ko'rinish kerak. O'rtoqlar, agar mana sizda analiz qichish, orqa peshobda qanaqadir qichishlar kuzatilayotgan bo'lsa, bunda bu kasallikni davolaydigan mutaxassis avvalo proktolog shug'ullanadi. Agar proktolog topa olmasangiz, dermatolog yoki teri tanosil vrachi yoki ko'rjimen vrach deyiladi. Qaysidir joylarda simxona deyiladi. Shunaqa eski anaqada nomlar qolib ketgan. Umuman olganda dermatovenerolog vrachga ko'rinish kerak yoki proktolog vrachga ko'rinish kerak. O'sha mutaxassis sizga kerakli tavsiyalar, muolajalar beradi yoki boya ikkilamchi turga bog'liq bo'lsa qaysidir operatsiyani qilish taklif qilinadi va qo'yinki shariatdan kelib chiqib sizga tavsiyalar beriladi. Nima qilish kerak bu holatga chalinmaslik uchun? Bu holatga chalinmaslik uchun eng siyqasi chiqib ketgan gap bor, sog'lom hayot tarziga amal qilish. Ovqatlanish rejimiga amal qiling, achchiq narsa, gazli narsa, spirtnoylar haddan ziyod ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Kofeinlar, kofe mahsulotlar, fast foodlar, masalan, lavash, shunga o'xshagan ko'pga endi tez tayyor bo'ladigan yarim tayyor mahsulotlar bor, masalan, ularni kamroq iste'mol qilish kerak. Ko'p o'tirmaslik kerak. Orqani eng muhimi doimiy ravishda gigiyenik toza saqlash kerak. Doimiy ravishda yuvib turish kerak bu narsani. Ichki kiyimlarimizga ahamiyatli bo'laylik. Bir gap bor. Masalan, yeyotgan ovqat teng qimmat bo'lmasligi mumkin. Lekin odam ichki kiyimini, naskisini, kiyayotgan ichki kiyimini qimmatini olib kiyish kerak. To'g'ri, uni hech kim ko'rmaydi, uni faqat siz ko'rasiz, lekin uni organizmga ko'rsatayotgan ta'sir juda katta. Shu to'g'ri yoki sintetik yoki mana shunga o'xshaydigan sifatsiz ichki kiyimlar bemorlarga keyinchalik proktologik muammolarni, teri muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha yaxshiroq kiyim olib kiyish kerak. Endi o'zingiz pulingiz ko'p, o'zingiz yaxshi kiyinasiz degan maqsad aytmayman. Bu как vrach sifatida tavsiya beraman, umumiy ma'lumot sifatida sizlarga. Demak, qadrli kuzatuvchilar, menimcha sizlarga yetarlicha ma'lumot berdim. Atrofga e'tibor bermaymiz. Men shu bugun masalan bir 10 dan ortiq bemor qabulimda bo'ldi. Bir yana 10 dan ortig'i kelib muomalada o'sha so'rov analiz yig'ilgan shikoyatlarda o'sha analiz orqa qichish haqida ko'p jalb bo'lganligi uchun bugun shu haqda ma'lumot bermoqchi bo'ldim. Men o'ylayman, bu yerda aytilgan gaplar muhim, bu yerda kim o'tirganligi, qayerda o'tirganligi muhim emas. Dorilar aytmadingizki deyishingiz mumkin. Ko'p kommentariy beradi. Nega siz kasallik gapirasiz, dori gapirmaysiz? Bunga ham agar mana bu videoni diqqat bilan ko'rgan odamga o'z javob bor. Ya'ni nega dori aytmayotganligim. Chunki sababi ko'p, qaysi kasallik bilan bog'liqligini bilmaymiz. Deylik sizda zamburug'lik kasallik ketyapti. Men sizga hozir bu yerda bir garmon tabiatli bir dori aytsam. Agar siz uni ishlatadigan bo'lsangiz, zamburug'lar battar kuchayib, battar muammo kattalashib ketishi mumkin. Siz oldingi holatingiz yaxshiroq bo'lib qoladi, chim hozirgi holatidan ko'ra. Ziyon ham keltirmaslik maqsadida sizlarga dori tavsiya qilinmaydi. Ya'ni ko'rinish kerak, kerakli lechini olish kerak. Shunga qarab keyingi taktikalarni, keyingi davo choralarini ko'rib boriladi. Xullas gapimiz demak o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz imkon qadar 99% hollarda hamma kommentariya, hamma gaplarga, hamma bildirilgan fikrlarga demak reaksiya bildiramiz, javob beramiz. Sizlarga yana qanaqa
qanday mavzularda gapirish qiziqroq, marhamat kommentariyada yozib qo'ysangiz, balki shu mavzularda biz tayyorlanib sizlarga demak murojaat qilishimiz mumkin. Sog'liqni qadriga yeting, albatta sog'liq eng buyuk ne'mat. Sog' bo'linglar.